Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi buyurtmamiz Samarqand viloyati Toyloq tumanidan usta Rustam aka tarafdan berilgan buyurtma asosida quyidagi 30 kilovatlik kacholimiz yasab taqdim etildi. Ushbu kacholimiz asosan qattiq yoqilg'ida ishlashga mo'ljallangan bo'lib, bir zapravkasida 24 soat yonib berish imkoniyatiga ega holatda yasab taqdim etiladi. Jahon standartlari asosida bu kacholimiz 50 kilogramm ko'mir sig'imiga ega holatda yasab taqdim etiladi. Issiqlik qabul qiluvchi yuzasi, ya'ni teplobmeniklari 4 ta papka ko'rinishida teplobmenik hosil qilingan, vertikal holatda, tik holatda esa taqdim etiladi. Jami issiqlik qabul qiluvchi yuzasi 3 metr kvadratdan hosil qiladi. Kacholimiz buyurtma asosida 4 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachli lislardan yasab taqdim etildi. Ushbu kacholimiz narxi bugungi kunda 10 million so'mga yasab taqdim etilmoqda. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Yurtimiz bo'ylab har xil isitish qozonlariga zaявка qabul qilamiz va dastavka qilib berish imkoniyati asosida yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz.